Hozirgi kunda men ijtimoiy tarmoqlarimga juda ham ko'plab savollar bo'lyapti. Asosiysi izolyatsiya haqida bo'lyapti. Ya'ni imoratni izolyatsiya qilayotganda tashqi tarafidanmi yoki ichkari tarafidanmi qilish kerak? Endi bu savolga men to'liqligicha ma'lumot berishga harakat qilaman. Imoratingiz korobka holati tayyor bo'lganda yoki imoratni endi qurishni boshlaganingizda, mana biz hozir imoratimizni podval qismida bo'lganligimiz uchun shuni ham ko'rsatib o'tib ketaman. Biz imoratimizda tagida suv chiqish xavfini oldini olish maqsadida, o'zingizlar bilasizlar, bundan oldingi videolarimda ham ko'rsatib o'tib ketdim. 15 sm shebin tashlaganmiz va ustidan darojniy setka qo'ygan holatda 10 sm stячка qo'yganmiz. Mana endi hozir izolyatsiyachilarimiz keldi. 3 mm lik to'ldan va primerdan foydalangan holda bir sloy to'liqligicha izolyatsiya qilib olamiz. Bu imoratni podushka qismidan oldin qilinadigan, ya'ni imoratni tagidan zaxni oldini olish, ya'ni zax xavfini kamaytirish maqsadida tagidan izolyatsiya qilinadi. Endi fundamentlarimizda ko'tarib bo'lganimizdan keyin albatta podushkadan kelib chiqqan holatda tashqari tarafdan podushka va fundamentlarimizni ham izolyatsiya qilamiz. Endi imoratini g'ishini ko'tarayotganimizda tom yop bo'lgandan keyin bilasizlar, bazaltoviy izolyatsiya hozir chiqqan. Buni o'sha g'ishga o'zini komponentlarini, o'zini aksessuarlarni qo'ygan holda bazalt qo'yadi va ustidan kleyni surgandan keyin xohlang travertin qilasiz, xohlang o'sha fazadniy отделочный materiallar bor, o'shalardan imoratingizni rangini, jilovini berib ursanglar bo'ladi. Endi imoratingiz tayyor bo'lgan bo'lsa, tashqi taraflari ham to'liqligicha uje remontdan chiqib, imorat to'liq foydalanish holatiga kelgan bo'lsa, siz izolyatsiyani uje qila olmaysiz tashqari tarafdan, sizda faqat ichkaridan izolyatsiya qilishga to'g'ri keladi. Endi ichkaridan izolyatsiya qiladigan bo'lsangiz, uni ham komponentlari juda ko'p. Albatta mana bunaqa primerdan yoki to'ldan foydalangan holda qilmaysiz. O'sha bazaltoviy izolyatsiya yoki Penaplex mahsulotlari bor. Bilasizlar, uni asosan teplый polga ishlatadi. Issiq sovuqqa juda ham chidamli bo'lganligi uchun mana shu holatda siz uje uyingizni ichini bazaltni o'zidan yoki Penaplexdan izolyatsiya qilsangiz bo'ladi. Bunda siz nima yutqizasiz? Faqatgina o'sha xonalaringiz, misol uchun 5 ga 5 xonangiz bo'ladigan bo'lsa, siz izolyatsiya qilganingizdan keyin natijada har bir devoringizni 4.95 yoki bo'lmasa 4.90 masofada oralig'ida qoladi. Ya'ni imoratingizni xonalarini ichkarisi 10 sm dan 15 sm gacha kichrayish holati aniq yuzaga keladi. O'shaning uchun oldin to'g'ri bu narsalar ommalashmaganda, u paytlarda imoratlarni bilasizlar, paxsadan qilinganda, podushkalari, fundamentlari ham past bo'lgan, ba'zi holatlarda umuman podushka ham berilmagan, lekin paxsalar 60-70 sm bo'lganligi uchun va lombozi ham qalin bo'lgani hisobiga yozda salqin bo'lgan, qishda issiq bo'lgan, izolyatsiyaga talab qilinmagan. Endi hozirgi kunda imoratlarimizni ko'ryapsizlar, zamonaviy ruhda qurilyapti. Materiallar ham hammasi armatura, ya'ni железобетонdan foydalanyapti, g'ishdan foydalanyapti va albatta o'sha tomini yopayotganda ham tunkadan yopilyapti. Ana buni natijasida uje mana bunaqa to'g'risini aytaman, sifatli va qimmat izolyatsiya materiallariga ehtiyoj bo'lyapti. Buni yana bitta sababi kommunal to'lovlarni oshishi natijasida imoratimizdan o'sha termiz holatiga olib kelishimiz. Ya'ni ichkarisini ham, tashqarisini ham termiz holatda olib kelish natijasida imoratimizga ertaga qishda imoratni isitish uchun gazga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish va yozda konditsioner, ya'ni sovutishga bo'lgan ehtiyojni kamaytirish uchun mana bunaqa zamonaviy izolyatsiya mahsulotlaridan foydalanyapti. O'shanga yana bir marta takrorlab aytaman, imoratingiz hali qurilmagan bo'lsa, tashqarisidan to'liqligicha izolyatsiya qilasiz. Imoratingiz qurilib uje ekspluatatsiyaga topshirgan bo'lsangiz, siz uje imoratingizni ichki tarafidan izolyatsiya qilishingizga to'g'ri keladi. Lekin eng to'g'ri yo'l o'sha imorat hozirgi kunda qurilayotganda tashqi tarafidan to'liqligicha izolyatsiya qiladigan bo'lsangiz, bu albatta sizlarga maqsadga muvofiq bo'ladi. Kim qurilish boshlamoqchi bo'lsa yoki imoratini qurib bo'lgan bo'lsa, qanaqadir muammolar tug'ilayotgan bo'lsa yoki qurilishdan oldin yoki qurilishdan keyin savollar bo'ladigan bo'lsa, albatta ijtimoiy tarmoqlarimga savolinglar bilan murojaat qilsanglar bo'ladi. Dolzarb va muhim bo'lgan savollarga imkon qadar, xudo xolasa, video murojaat orqali javob berishga harakat qilaman. Salomat bo'linglar.